Avvalo ushbu muhim tashabbus munosabati bilan sizni samimiy qutlayman. Ma'lumki, 2025-yilda BMT Bosh Assambleyasi O'zbekiston tashabbusi bilan 29-aprelni Xalqaro zilzila qurbonlarini xotirlash kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. BMT ushbu xalqaro tadbirni ilk bor aynan O'zbekistonda o'tkazish taklifini ma'qullaganida asosan qaysi jihatlarga e'tibor qaratdi va bu sana dunyo hamjamiyati uchun qanday ramziy ahamiyatga ega? Avvalo ushbu rezolyutsiyani ilgari surgan O'zbekiston yetakchiligini yuksak baholayman. Bu qaror o'z vaqtida qabul qilingan muhim tashabbusdir. Zilzilalar insoniyat uchun eng jiddiy tabiiy xatarlardan biri bo'lib, har 10 yilda 100 minglab insonlar hayotdan ko'z yumadi. So'nggi yillarda Turkiya va Suriya hududlarida yuz bergan kuchli zilzilalar oqibatida 60 mingdan ortiq inson halok bo'ldi. Shuningdek, Afg'oniston, Myanma va Filippinda ham zilzilalar kuzatildi. Bugungi kunda dunyo bo'ylab 800 milliondan ortiq aholi o'rta va yuqori seysmik xavf hududlarida yashamoqda. Zilzilalar kam sodir bo'lganligi sababli jamiyat ularni tez unutadi. Shu bois ushbu xalqaro kun zilzila xavfini yodda saqlash va unga qarshi tizimli choralar ko'rishni rag'batlantiradi. Bu borada 3 ustuvor yo'nalish mavjud. Birinchisi xabardorlikni oshirish. Seysmik hududlarda yashovchi har bir fuqaro zilzila xavfi va undan himoyalanish choralarini bilishi zarur. Oddiy amaliy ko'nikmalar, jumladan zilzila vaqtida egil, yashirin va ushlab tur tamoyilini qo'llash hayotiy ahamiyatga ega. Shuningdek, uy xo'jaliklari favqulodda vaziyatlarga tayyor bo'lishi lozim. Ikkinchisi xavflarni kamaytirish, mavjud binolarni mustahkamlash, ichki jihozlarni devorlarga mahkamlash, balkonlardagi buyumlarni xavfsiz joylashtirish kabi oddiy choralar jarohatlarning va talofatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Uchinchisi zilzila bardosh infratuzilmalarini barpo etish. Uy-joylar, maktablar, shifoxonalar, ko'priklar va boshqa obyektlar seysmik talablarga muvofiq qilinishi zarur. Zilzilalarda insonlar hayotiga xavf tug'diradigan asosiy omil bu sifatsiz va zaif binolardir. 29-aprel sanasining tanlanishi ham chuqur ramziy ma'noga ega. 1966-yilda aynan shu davrda Toshkent shahrida yirik zilzila sodir bo'lgan edi. Ushbu tarixiy voqea bugungi tashabbusga alohida mazmun bag'ishlaydi. Mintaqaviy xavfsizlik va hamkorlik borasida forum doirasida Markaziy Osiyo davlatlari favqulodda vaziyatlar vazirlari o'rtasida qo'shma bayonnoma imzolandi. Sizningcha, seysmik faol hududda joylashgan Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ofatlar xavfini kamaytirishda bunday transchegaraviy hamkorlik qanchalik muhim va BMT bunday jarayonni qanday qo'llab-quvvatlaydi? Mintaqaviy hamkorlik bu borada hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zilzilalar, issiq to'lqinlar, qum va chang bo'ronlari, suv toshqinlari kabi xavflar davlat chegaralarini tan olmaydi. Bir hududda yuzaga kelgan ofat qo'shni mamlakatlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Turkiyada yuz bergan zilzila Suriyani ham qamrab oldi. Shu bois davlatlar o'zaro hamkorlikni kuchaytirishi, tajriba almashinishi va umumiy yondashuvlarni ishlab chiqishlari zarur. Ayrim holatlarda esa bir davlatning o'zi yetarli choralar ko'ra olmaydi, xususan transchegaraviy daryolar toshqinlarini oldindan bashorat qilish yoki atmosfera hodisalarini kuzatishda bir necha mamlakatlarning hamkorligi zarur bo'ladi. Bu yo'nalishda O'zbekiston tashabbuslari alohida e'tiborga loyiq. 2021-yilda Toshkentda Markaziy Osiyo uchun tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish bo'yicha ilk mintaqaviy strategiya qabul qilingan edi. Bugungi jarayonlar ushbu tashabbuslarning izchil davomi hisoblanadi. Bugungi anjuman kun tartibida seysmik xavfsizlikni ta'minlashda ilg'or xorijiy tajriba va innovatsion texnologiyalar taqdimotiga keng o'rin berildi. BMT nigohida zilzilalarga bardoshli shaharlar barpo etish va aholining seysmik madaniyatini oshirishda eng samarali deb topilgan global yechimlar nimalardan iborat? Zilzila bardosh jamiyatni shakllantirishda 3 muhim omil mavjud. Birinchidan, hududlarning seysmik xususiyatlarini inobatga olgan holda mustahkam qurilish me'yorlarini ishlab chiqilishi va amalda qat'iy joriy etilishi zarur. Ikkinchidan, aholining xabardorlik darajasi yuqori bo'lishi kerak. Har bir fuqaro zilzila xavfi va unga tayyorgarlik choralarini yaxshi bilishi lozim. Uchinchidan, milliy, hududiy va mahalliy boshqaruv organlari o'rtasida samarali va uzviy hamkorlik yo'lga qo'yilishi talab etiladi. Faqatgina muvofiqlashtirilgan yondashuv orqali barqaror natijalarga erishish mumkin. Rahmat kattakon.